Yana do'kon bo'shab qoldimi? Yana xolodilnik, yana konditsioner sotildimi? Ulgurmayapmiz. Qachon tugaydi bu chegirmalar? Yana xolodilnik olib kiramizmi? Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana bugun Ishonch savdo markazida juda katta yangiliklar. Ko'rib turganingizdek, hozirda bizni hamkasblarimiz ham ulgurmayapti. Premyer mahsulotlarini tashishga mo'ljallangan. Boyagina aytib o'tganimizdek, aziz hamyurtlar, premyer mahsulotlarimizga juda ham katta chegirmalarimiz boshlandi. Oylik to'lovlari atigi 313.000-7000 so'mdan, agar naqd xarid qilish imkoniyatlari bo'lsa, bor yo'g'i 2.650.000 so'm bilan olib borib berish, o'rnatish, servis xizmatlari ichida hamyonbop narxda xarid qilishingiz mumkin. Hammalaringizni Ishonch savdo markazimizda kutib qolamiz.